Kvartira narxida kottej so'raganlar uchun 4 ta yonma-yon qurilgan shunaqa ajoyib kottejlarimiz sotiladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, narxini ham aytib o'tib ketaman. Bu yoq tomonda kottejimizni tashqi tomon ko'rinishini ko'rishinglar mumkin. Bu yoq tomonda esa hovli qismi. Bu yerga bemalol 3 ta taxom mashinasi sig'adi. Hovlida alohida sanuzellari ham bor albatta. Bu yoq tomonda alohida joy qoldirilgan. Detski plashatka ham qilib qo'ysanglar bo'ladi. Endi esa uy ichki qismini ko'ramiz. Bu yoq tomonda kirganinglarda koridor, o'ng tomonda shunaqa ajoyib hol qoldirilgan. Bemalol oila davrasida mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Uni qarshisida esa oshxona uchun shunaqa kattakon xonalar qoldirib ketilgan albatta. Bu yoq tomonda sanuzel bilan birgalikda o'zini spalnisi, bu yoq tomonda zal qismimizni ko'rishinglar mumkin. O'zini tashqi tomonda oynalari ham bor albatta. Bu yoq tomonda podvalga tushsanglar bo'ladi. Endi esa tepaga ikkinchi qavatni ko'rsatib o'taman. Bu yoq tomonda chiqqaninglarda uzun koridor, koridordan o'ngga kirganinglarda ikkita detski xonamiz joylashgan. Ko'rishinglar mumkin, har bittasini oynalari katta. O'zini sanuzellari ham bor albatta. Bu yoq tomonda yana bitta detski xonamizni ko'rishinglar mumkin. Endi esa bu yoqda ota-onalar xonasi, o'zini ichida sanuzellari ham bor ekan albatta. Xona ham anchagina katta. Uni yonida esa ikkinchi qavat uchun yana bitta hol qismini ko'rishinglar mumkin. Xohlasanglar buni ham spalnya qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoq tomonda o'zini balkonlari bor. Bu uyimiz 3 sotixga joylashgan. Egalarining raqamini qoldiraman. Bemalol telefon baraka qilsanglar bo'ladi. Hammaga omad.